Yetişemedi bu. Rozakon siz bana halatını kiyipla siz mi tutuyveren dedi qarayman. Oy men mi? Siz mi şirketde adı bu kadar bo'laverdi. Oturup Rüstem Adem aka dedi. Adem degan tutyaptimi? Da bir hadimiz keldi. Da qarab. Hada sizning ishga biqin qilsamdi. Ha, soqim ne qisidi? Biqin qisidi ayol ekan. Nimada qisidi desam, pelepeyda chiqsam qisidi dedi. Happali. Sizning o'sha biqin ojiz edi. Bo'lsa sizga o'sha ishki quvvat, biqin quvvatlash kunchidan ishkin yevtan edi. Eninkayni badan hurib ketdi. Bunaqa bizga bak gulqan bilan qizni gulni yeysiz. Gulqanni sotmayman. O eshitdimki ziyon qilmaydigan nima qo'yva. Men soqim rahmat. Tutib qo'yaptimi? Tomo degan ne? 4 odamni tutib qo'ygankin ko'zing yumib tutgan bo'lsa kerak, tomo degan. Suvi ketsa kerak tomoga. Ashqarda chashlar tushib ketgan, bir akamiz keldi kelib, soqam menikin bir tutib qo'ying dedi, aka deb tutib. Siz nima alomatlar bor aka desam, bu chosh tushib dedi. Bu aka börekni ishi. Ko'nrab ketgan chaqda shu chosh tushdi aka. Eng muhimi börek. O Kamil doktor hayron qolibdi. O't chiqirib yetbarma tomo deganni tutib. Tut, 50 so'mdan, 60 so'mdan doğru degan setyapmiz. Bir orliqda tomaroq bir bilak keldi-da. Jo'ngarlash bir yer. Ko'zimni yumib tutsam, güp so'qdi. Tomodan kesel tapamidim men. Pek sağlam tomo. Bununkini men mundoq tutsam, bu meninkini mundoq tutsam, rasmiy meninkini siqib tutdi-da. Shopli ko'zimni ichib qarasam, qasqan shapki bilan Gongshanjuning adini. Gongshanjuning tomurka. Aka! Sen endi men tutayma? Kaplı tutdu. İşte qarasam Rüstem bilan Kamil doktor ishkisi xalat balat yo'q. Mushundaq chiqib bordi qara. Yarasi! Hindistonliklar işte bir qaçıldı bir kenarlarda. Men tutib qoldim qara. Betalay. Jig'amanimlarini. O maqala kamishga. Qani sening teyibli kinishkan dedi. O kinishkan bo'lsa tutsanka. Kinishki yo'q aka meningda. Nimang bor? Sen neda o'qigan dedi. Jog'stoyda o'qigan. Ne diyorsun bunu dedi. Oytan. Nima bu dedi. Xosim. Çeksin ismi nima dedi. Soqiyshi. Vay zig'adi. Ketinglar deb. Bir mashinani, hobi shang'ava mashinani birni aklab, pika mashindan. 50 yaşık malının hemini bisep musadır qilib ipmangda. Şunda bir baxtli bo'lib ketdim qara. Malni o'tkazib oldik-da. Mal qo'ldan chiqib ketdi. Gongshanjuga olib qonunda endi bu bir yeydigan narsa, lekin buni dora deb satsang bo'lmaydi. Buning ijozatnomasi bo'lmasa, buningga qonunda melingni musadir qilib ogohlantirish berdi ekan. Rahmat jinim aka. Muştak agaklandırıp koydun. Dep şununla öyge kesem, Rüstem. Yotkanını yiyip yaptı kündüzde. O yaman jürgü yok ol ikençi onun. Muştak yatırdı. Ya Rüstem, ben abi Gongshanjudan o bağmayı kork ketipti. Ben berip, endi korktum ben ma. Lekin sen jürgümü toqsa aldın da başka çıkmaydı ya, şu agaklandırdı ya. Ya Rüstem, sen keteyli adaş. Jağıstaylı keteyli abıldı. Yok o ben pazar içmesem ya vay sen aşkına bulmuşsun be. Vay bana masum aşkımsa vay biz aşkına bu de. Vay Napolyon xiyol nem dedi ya? Napolyon xiyolca mağlubiyetga to'g'ri muomala qilinglar dedi. Rahmat. Qadrdonlar, hammanglarni chin yuragimizdan qarshi olamiz. Ko'ryapsizlar, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasi Al Nag'michilar jamiyati bosh bo'lib tashkillangan Xinjiang Paridio xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorlikni ustiga olgan Xinjiang Faxriy savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan Xinjiang Toshqin guruhi alohida qo'llagan Paridio milliard kulki sahnasi.
külüp yaşasaq, küldürüp yaşasaq deb o'ylaydi ekanmiz. Ailelerden, mahallalardan, bütkül cemiyetten, dünyanın hem yerden külki avazı yangrap turuskan deydi ekanmiz. Külkini yaxşı görmeydiğen kim var deysizler? Hemmini unutup rasa bir küleyli. Bugün hemmimizni küldürgili Rozaxun keldi. Onunğa alqış yanırtıp tan külgini qadirdanlar keldi. Biz yaxşı görgen, intizar bo'lgan Paridiyo Millat külki sahnesi keldi. Xoş qadirdanlar, undaqda biz bugün naq maydonda o'tgan qadirdanlarimizning mehr muhabbatini haqiqiy his qildik. Hammanglar qimmatlik vaqtini chiqarib, Rozaxunning Paridiyo Millat külki sahnesini qo'llab bu yerda o'tiribdi. Hammanglarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shuning bilan bir vaqtda ekran oldidagi izchil turda Rozaxunni va Millat külki sahnesini qo'llab berayotgan qadrli ko'rmanlarga chin yuragimizdan salom yo'llaymiz. Rahmat sizlarga. Şu minnatdorliklarning ichida yana bir minnatdorligimizni ifodaligimiz bor. U bo'lsa bugungi faoliyatga yana hammanglar izchil turda yaxshi ko'rib kelayotgan ko'p iqtidorli san'atkorimiz. Alqishlarga ko'milib yashayotgan biz yaxshi ko'rgan naqshchimiz Dilshod Raydin akammi keldi. Alqishlarimiz bilan sahnimizga taklif qilgan bo'lsak, marhamat. Hürmetli aziz mehmonlar, ustozlar, hizmetdaşlar, dostlar, hammanızlarning mushog'li xayrlik bo'lsin. Bugün Paridiyo Millat külki sahnesida sizlarla yüz ko'rishganligimda intayin xursand bo'ldim, xo'sh bo'ldim. Bugungi mushu külki sahnesida Rozaxun inimning ifodasini, bugungi mushu sahnadagi talantlarni, o'rlagan nomerlarni ko'rib, intayin ta'sirlandim. Shunchalik hayajonda bo'ldim. Rozaxun inimning talantiga barakallah. Bundan keyingi mushu san'at hayotining texmi yuksak, texmi yaxshi davomlashishini, tenning salomat. Endi shundaqla Rozaxunning dadisi, abisi bugun bizni bek ta'sirlantirdi. Bugungi mushu inimning mushkechiligiga o'zim yaxshi ko'rib aytgan bir naqshamni ib keldim, o'rlab beray. Hayat bulsan, suyganlarni suyavlaysan. Suygib jiroqlarga ketavlaysan. Sen ko'nglingda arzu qilgan manzillarga alsırsanmı ahir bir gün yetavlaysan. Sen ko'nglingda arzu qilgan manzillarga alsırsanmı ahir bir gün yetavlaysan. Hayat bulsan, dostlar bilen jüreleysen. Uruqtuq qalapasını küreleysen. Uruqtuq qalapasını küreleysen. Bu dünyanın cafasını tarsan mı Çidam gayret huzurni süreleysen. Bu dünyanın cafasını tarsan mı Çidam gayret huzurni süreleysen.
hayat bulsa tavalla diye aşağılaysa el bilen tev taşkın bulup aşağılaysa hayat bulsa tavalla diye aşağılaysa el bilen tev taşkın bulup aşağılaysa düş gelsen bu talaymış ki sınavlarına metler gibi buyun egime yaşamaysa düş gelsen o talaymış ki sınavlarına mertler gibi buyun egime yaşamaysa hayat bulsa